Aziz tomoshabinlar, bugun men sizlarga Germaniyaning Lüdenscheid shahri va u haqida qiziqarli ma'lumotlar hamda uning ajoyib, o'ziga xos tarixiy kichkinagina va aylana ko'chalari qanday qilib hosil bo'lganligi haqida suhbatlashamiz. Lüdenscheid Germaniyaning shimoliy-g'arbiy qismida joylashgan, o'ziga xos tarixi, sanoati va madaniy hayoti bilan mashhur shahar. Yoritish shahri nomi bilan tanilgan bu maskan o'zining yorug'lik sanoati, dizayn va innovatsiyalari bilan butun Yevropada e'tirof etilgan. Shahar o'zining geografik joylashuvi bilan ham qulay. Dortmund va Köln kabi yirik markazlarga yaqin sababli Lüdenscheid iqtisodiy va madaniy aloqalarda muhim o'rin tutadi. Tog'li hududda joylashganligi bois uning manzaralari sayyohlarni ham o'ziga jalb etadi. Yashil o'rmonlar, toza havoli xiyobonlar va eski nemis arxitekturasini eslatuvchi tor ko'chalari shaharga o'ziga xos ruh bag'ishlaydi. Lüdenscheid shahrining mana shunday o'ziga xos ko'chalari tor, ya'ni dumaloq aylana shaklda, bir necha qator dumaloq shaklda mana shunday ko'chalari aynan biron bir arxitektor, biron bir yoki quruvchi tomonidan o'ylab topilmagan. Bu ana shu o'rta asrlarda bu yerda aynan qasr bo'lgan va qasrning atrofida bir nechta devorlar bo'lgan. Va o'sha devorlar yillar o'tib o'sha aylana ko'chani shakllanishiga sabab bo'lgan. O'shaning uchun ham bu yerda mana shunday o'ziga xos ko'chalar o'rta asrlardan boshlanib shakllangan. Tor, avtomobil kirmaydi bu yerlarga. O'sha davrda devorlar va halqalar shaharni tashqi hujumdan himoya qilgan. Vaqtlar o'tishi bilan devorlar quladi, xandaqlar to'ldirildi. Ammo ular qoldirgan iz o'chmadi. Devor yo'nalishi bo'ylab bugungi halqa ko'chalar shakllandi. Bugun esa ular shunchaki yo'l emas, Lüdenscheidning ildizlari, o'tmishidan qolgan tirik izdir. Telefonimning kartasidan kirib, Google Map'dan kirib sanadim. 5 ta qator aylana bor ekan. Mana shu 5-qatorida mana shunday tosh ko'cha. Bu yerga 5-qatorga avtomobillar bilan kirish mumkin ekan. Mana o'sha 5-qatordagi aylananing 5-qatordagi ko'cha. Bu sal kattaroq va mana bunday toshlar bilan yotqizilgan. Ayrimlar mana kichkina chiroyli bir o'ziga xos bir o'sha Gollivud filmlaridagi fonlarga o'xshaydi.
Hozir Ludenshtaymdagi Fonamenta muzeyi yonidamiz. Bu muzey klassik ko'rgazmalarni o'tkaziladigan muzey emas. Aynan bu muzeyning ichida fizika, kimyo, biologiya qonuniyatlarini tashrif buyuruvchilarning o'zlari qo'llari bilan sinab ko'rishlari mumkin bo'lgan muzey ekan. Hozir biz uni birgalikda kirib ko'ramiz. Ludenshayt shahri nafaqat yoritish shahri sifatida, balki ilm-fan va texnologiyani keng jamoatchilikka yaqinlashtirish markazi sifatida ham mashhur. Shaharning markazida joylashgan Fonamenta muzeyi tashrifchilarga o'zini olimdek his qilish imkonini beradi. Bu maskan odatiy ko'rgazma zalidan farqli ravishda interaktiv tajribalar maydoni sifatida shakllangan. Har bir tashrifchi ilm-fanning murakkab qonunlarini oddiy tajribalar orqali amalda sinab ko'radi. Bu yerda ota-onalar farzandlari bilan birgalikda ilm-fanning sehrli dunyosini o'rganib, kundalik hayotimizni boshqaruvchi hodisalarni yangi nigohda ko'rishadi. Ayniqsa, yorug'lik tajribalari Ludenshaytning yoritish shahar degan ramziy unvonini yanada yorqinlashtirib turadi. Bugun Ludenshayt faqatgina sanoat va madaniyat markazi emas, balki yorug'lik ramziga aylangan shahar. Bu yerda tarix ham, zamonaviylik ham nur ila uyg'unlashadi. Har bir ko'chasi, har bir manzarasi o'zida bir ma'no mujassam etadi.